tulki xo'rozni tutib oldi-yu, shundoq yeb qo'ya qolmay, asosli bir vaj ko'rsatib yeyishni xohlab qoldi. Avvaliga u xo'rozni yarim tundanoq qishqirib, odamlar uyqusini buzishda aybladi. Bunga javoban xo'roz aytdiki, axir bu ishim odamlarga foyda, erta tursalar ishlari unadi. Bunisi bo'lmagach, tulki noiloj ikkinchi aybni taqadi. Sen borib turgan iymonsizsan. Tabiatga xilof borib, onam demay, singlim demay barcha tovuqlarga birdek sakraysan. Xo'roz bunga ham javob topdi. Xo'jalarimga ko'proq tuxum bo'lsin deb harakat qilaman-da. Tulki jahldan tutaq qichqirdi. Nima? Seningcha hamma narsaga vaj korsoni bor ekan deb seni yemasligim kerakmi? Al-qissa yomon odam yovuzlikka chog'landimi? Xoh asosli vaj topsin, xoh topmasin, baribir o'z bilganicha va fe'l xo'yidan mos ish qilaveradi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlarimiz davomida bir necha bor eslatganimizdek, har qanday mumtoz asar, she'r, doston, hikoya-yu roman, spektakl yoki badiiy film, haykaltaroshlik yoxud qo'shiqchilik namunasi bo'lsin, mumtoz namunasi bo'lsin, beistinsof barchasini yashagan davri, irqi, millati, jinsidan qat'iy nazar muxlislarini o'ziga rom qilib, o'ziga tortaveradigan bir muhim sifati bo'ladi, o'zgarmas sifati bo'ladi. U ham bo'lsa inson bolasiga ibtidoda yuqtirilgan va to intiho qiyomat qadar uni tark etmaydigan hislar, tuyg'ular, kayfiyatlar, holatlar, rollar, jilvalar, mana shularni original o'zidan avvalgi ijodkorlarning birortasi ifoda qilmagan tarzda, shaklda, ohangda ifoda qila olish qobiliyati. Va mana shu narsaga erishgan, mana shu sifatga, mana shu o'lmaslik sifatini qo'lga kirita olgan asar va uni muallifi o'zini davrida qolib ketmay, yo'q bo'lib ketmay, keyingi davrlarga ham estafeta bo'lib o'taveradi. Miloddan avvalgi 600-yillarda yashab ijod qilgani taxmin qilinadigan grek masalchisi, mashhur masalchisi Ezop asarlari ham mana 2,5 yildan buyon insoniyat tomonidan o'qilyapti. Hatto juda ko'plab mamlakatlarda, xususan bizning davlatimizda ham o'rta maktab darsliklariga kiritilgan. Yuzaki qaraganda go'yo 2-3 ta hayvon, mavjudot, o'shalarda suhbati, qandaydir bir ziddiyatlari, holatlari, konfliktlari haqida hikoya qilgandek tuyuladigan bu masalalarda tag zaminida boya aytganim faqat va faqat insonga xos bo'lgan va ibtidodan beri o'zgarmay kelayotgan hislar, tuyg'ular, shaklini, shamoyilini, kiyimini, boshini o'zgartirsa-da, mohiyati o'zgarmaydigan muammolar, holatlar tilga olinganidir. Hozirgina so'zimiz boshida eshitganimiz tulki va xo'roz deb atalgan masalning mohiyatiga nazar solaylik. Dar haqiqat tulkilar har qancha haq bo'lsangizda, aniq dalil va isbotlaringizni ko'rsatsangizda, baribir o'zini tuban maqsadidan, siz bilan meni mahv etishdan, siz bilan meni sharmanda qilishdan, xo'rlashdan qaytmaydigan, butun tirikligi va tirikchiligi shuning bezbetlikning, surbetlikning, orsizlik va xalq aro sharmandalikni ustiga quradigan kimsalar o'nglanib, tuzalib, insofga kelib qoladimi? Yodingizdami Muhammad Yusuf? Har narsa bo'lar, lekin yomon odam yaxshi bo'lmaydi degan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, siz bilan men iste'dodli adib Murod Muhammaddo'st Galatepaga qaytish qissasida tasvirlagan qahramon G'aybarov tili bilan aytganda ancha sodda kelamiz. O'shanaqa tulki sifat kimsalar qachonlardir qilmishidan pushaymon bo'lishiga, nadomat chekishiga, o'ziga ibratli nedir xulosalar chiqarib olishiga ishonamiz va umrimizni shu ilinj bilan, yolg'on ilinj bilan o'tkazamiz. Shunga yaqin mazmundagi yana bir masalada Ezop va o'zgarmas achchiq haqiqatni mana bunday ifoda qiladi. Arslon qarib, kuch bilan o'ziga yemish topishga yaramay qolgach, hiyla yo'liga o'tdi. G'or ichiga kirib, o'zini kasalga solib yotdi. Jonivorlar arslonni ko'rgani kelishar, u esa sho'rlikni paqqos tushirardi. Shu tariqa ko'p jonivorlar arslonga yem bo'ldi. Nihoyat tulki uning hiylasini fahmladi. G'or oldiga keldi-yu,
uzoqroqdan turib hol so'radi. So'rama yomon deb zorlandi arslon va tulkidan nega kirmay turganini so'radi. Javoban tulki dedi: kirardim-a, lekin g'orga kirgan oyoq izlari ko'p-u, chiqqani bitta ham yo'qligini ko'rib turibman-da. Hozir eshitadiganingiz masal sharhi, talqinini esa o'zingizga qoldiramiz. Zero uni muallifi Ezop ham shunday qilgan. Al-qissada hech narsa aytmagan. Bir kishi yog'ochdan Hermes haykalini yo'ndida sotish uchun bozorga olib chiqdi. Xaridor yopavermagach, o'zi ularni chorlashga tushdi. Kelib qoling, har turli ezguliklar yetkazuvchi, daromad keltiruvchi Xudo sotiladi. Hey! O'tib borayotganlardan biri so'radi: "Birodar, shunchalik ekan, nega undan o'zing foydalanmay sotmoqchi bo'lasan?" Sotuvchi aytdi: "U daromadni sekin asta keltiradi. Menga esa undan keladigan daromad hoziroq kerak." Al-qissa Ezopning boshqa bir masalani o'qiyman. U odam va satir deb nomlanadi. Satir Grek mifologiyasiga ko'ra may va ko'ngil xushliklar xudosini yonida yuradigan dumli, shohli va echki tuyoqli yengil tabiatli mavjudot. Ezopdan aytishlaricha qachonlardir odam bilan satir do'st bo'lib yashashga qaror qilishgan ekan. Qish kunlari qahraton sovuq boshlangan payt satir bundoq qarasa, odam qo'lini lablariga yaqinlashtirib hadeb kuklayotgan emish. Satir hayron bo'lib, "Nima qilyapsan?" deb so'rasa, odam "Qo'limni istayapman" debdi. So'ng ikkisi ovqatlanishga o'tirishibdi. Ovqat qaynoqqina ekan. Satir qarasaki, odam ovqatdan ozgina olib, lablariga yaqinlashtirarmish-u, puflab qo'yarmish. Satir yana hayron bo'lib, "Nega bunaqa qilyapsan?" deb so'rasa, odam "Ovqatni sovutyapman" debdi. Shunda satir aytibdiki: "Yo'q, birodar, agarki bitta labdan issiq ham, sovuq ham chiqargan, ikkimizning do'st bo'lishimiz nojoiz." Va Ezop al-qissa qiladi: 200 nima kishilar bilan do'stlashishdan saqlangan ma'qul. Ko'ryapmizki, bu masaldan uning muallifi Ezop 200 nima kimsalarga ishora qilayotganini, ular bilan yaqinlashish ma'qul emasligini uqtirayotganini bildiryapti. Biroq bizningcha boya so'zimiz boshida aytganimizdek mumtoz asarlar, jumladan Ezop masalalarini ham turli nuqtai nazardan ko'rish, talqin qilish, hatto muallifi o'zi nazarda tutmagan, xayoliga kelmagan ma'no mazmunlarni topish imkoniyati bor. Jumladan o'zbekning yaxshi gap ham, yomon gap ham bir og'izdan chiqadi yoki bilgan topib gapirar, bilmagan qopib degan maqollari bor. Qolaversa, mana shu ham issiqni, ham sovuqni chiqaradigan og'iz, uning yordami tufayli insonlar bir-birlari bilan murosai madoriga kelishmaydimi? Agar bu og'izdan faqatgina issiq yoxud nuqul sovuq chiqqanida odamzodning ahvoli ne kechardi? Umuman odamzod biron kun yashay olarmidi? Bir-biroviga chidarmidi? Va yana qolaversa, shu og'izdan kerak payti issiq, boshqa payt sovuq sas chiqarish evaziga aksariyat kishilar najot topishadi. Kerak bo'lsa, boshqa insonlarga najot berishadi. Yodingizdami? Tushida hamma tishlari to'kilib ketgan podshoh va ertalab turib saroydagi ikkita maslahatchisi folbiniga shuni aytib berib, ulardan tushda ta'birini so'ragan podshoh haqidagi rivoyat. Yodingizda bo'lsa, ulardan birini og'zidan sovuq talqin chiqqani tufayli boshi kundaga ketadi. Xuddi shu tushni ta'birlagan ikkinchi bir insonni, maslahatchini og'zidan issiq sas, umidli gap, najot gapi chiqqanligi tufayli u bu talqini uchun mukofotlarga ko'miladi. Demoqchimizki, Ezop masallardan xuddi aytganimizdek boshqa buyuk ijodkorlar asarlarida bo'lgani singari hatto muallifni xayoliga kelmagan ma'no mazmunlar ham topilishi mumkin. Zevs ho'kizni yaratdi, Prometey odamni, Afina uyni. Uchalovi kimning ijodi mukammalroq ekanligi masalasida bahslashib qolishdi-da, hakamlikka Momni taklif qilishdi. Ularning ijodini ko'rib, Momning g'ayirligi keldi va dedi: "Zevsning xatosi shuki, ho'kizni ko'zlari shohida emas, qayerga va nimani suzayotganini bila olmaydi. Prometeyning xatosi shuki, odamning yuragi tashida emas,
ichida ekan. Uning yaxshi yo yomonligini birdan bilib bo'lmaydi. Afina esa uyini g'ildirakli qilmabdi. Yomon qo'shni to'g'ri kelib qolsa, qochib ketib bo'lmaydi. Momning g'ayirlik qilayotganini sezgan Zevsning qahri keldi. Uni Olimpdan haydadi. Alqissa mutlaqo mukammal, nuqsonlardan xoli narsaning o'zi yo'q. Bizningcha Ezop bu xulosasida haq. Bu olamda yaratgandan boshqa to'la mukammal na biror bir narsa, nada inson bolasi bor. Xoliqning o'zidan boshqa barcha maxluq yaralmishlar takomil tomon, rivoj tomon borishlari mumkin va hatto shart, biroq komillikka, mukammallikka hech qachon erisha olishmaydi. Hatto Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir sahih hadis keladi. O'zlarini ummatlariga qarata aytgan murojaatlari keladi ki, ummatlariga qarab Payg'ambarimiz aytganlar: "Sizlar meni nasroniylar Isoni muqaddaslashtirgani singari muqaddaslashtirmanglar" deganlar. Allohning eng suyukli, eng so'nggi payg'ambariki o'zlari haqida shu gapni aytgan ekanlar: "Siz bilan men haqimda komillik, to'la mukammallik sifatlariga erishish haqida gap bo'lishi mumkin. Men bu gapni nima uchun alohida urg'ulab ta'kidlayapman Ezop masala bahonasida? Siz bilan men noqis aql egalari, o'zimiz singari ayrim insonlar, boring yana bilimliroqdir, boring yana aqlliroq, boring yana omadi shopkanroq, boring yana amaldorroq, boring yana yuqoriroq pog'onadagi kimsalar bo'lsin, o'shalar haqida og'zimizdan bol tomib, nuqul va faqat ijobiy sifatlarni gapirib, ularni donolar donosi darajasiga chiqarib qo'yishimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bu harakatlar qanchalik insofga va eng xavflisi iymonga to'g'ri keladi? Shirkdan darak emasmi bu? Menimcha mana shu insoniy qusurlar odam bolalarini boshqa bir falokatlarga ham yo'llab qo'yadi. Ya'ni siz bilan menga kim bo'lishdan qat'iy nazar barcha insonlarni boricha Xudo yaratgancha qabul qila olmaslik, ularni o'zimiz yaratib olgan qolip talablardan kelib chiqib qabul qilishimiz va shunga ko'ra xulosa chiqarishimiz menimcha insonlararo konfliktlar, janjallar, jamiki yoqtirmaslik va hatto nafratlanishlarning tub sababi birinchi omili hisoblanadi. Biz o'zgalarni qabul qilar, ular to'xsusida u yoxud bu xulosaga kelar va eng yomoni bu xulosani mutlaq haqiqat sifatida ham o'zimiz, ham o'zgalarga tiqishtirar ekanmiz. Bir zumgina bo'lsin, men o'zim kimman? Bandasi haqida shunday xulosa chiqarmoqqa ma'naviy huquqim o'zimda bormi? O'zim undan behroqmanmi deb o'ylab ham o'tirdim. Deylik, o'zi 20 yil avval kelinlikni qo'shtirnoqda go'yo qoyillatib qo'ygan, bir yumalab bugun qaynona bo'lib qolgan opaxon uchun 3 kelinni birortasi ham ma'qul emas. Ularni xotin qilib yurgan o'g'illar borib turgan so'tak, xotini chizgan chiziqdan chiqa olmaydigan onasini xotinga almashgan go'rso'xtalar va sencha uni aytganini muhayyo qiladigan, butun topgan tutganini uyiga, oilamga, bola chaqamga deb ertadan kechgacha ko'chada yurib tirikchilikni g'amida yurgan erini tug'ib bergan onasi ayrim kelinlarimiz uchun uydagi eng keraksiz matoh chiqarib tashlash mumkin, voz kechib tashlash mumkin, bahridan o'tib tashlash mumkin bo'lgan bir matohdan boshqa narsa emas. Bunday misollarni hayotni barcha jabhasida, ishxonada bo'ladimi, oilada bo'ladimi, jamoada, do'stlar va tanishlar, aka-ukalar, opa-singillar munosabatlari orasida xohlagancha keltirib berishim mumkin. Va biz aytgan narsa shu nuqtai nazardan bularga baho bersangiz, ko'p narsadan hayratga tushasiz. Yo unday emasmi? Yo siz menga birorta mukammal, komil insonni ko'rsata olasizmi? Siz tashqi tomondangina kuzatish, o'rganish imkoni bo'lgan bandasi u odamning ichki dunyosida kechgan va kechayotgan tuyg'ular, g'uluvlar, o'zi bilib bilmay yo'l qo'ygan xatolar, fojiali, alamli harakatlarni to'la bilaman deb kafolatla ayta olasizmi? Agar bilsangiz, u odamga mukammallik, komillik, farishtalik maqomini berishdan ozgina hech qursa ichingizda hijolat bo'lmaysizmi? Shavkat Rahmon aytmoqchi, bolamning yodiga ne qildim tuhfa deb uyalmaysizmi?
nazarimda Ezopni hozir eshitadiganimiz navbatdagi masala bu masalani yanada oydinroq yoritadi, avvalgisini to'ldirib keladi. Ikki yo'lchi yoz jaziramasidan nafaslari qaytgudek bo'lib borishar edi. Ittifoqo yo'l bo'yida o'sgan chinorga ko'zlari tushib, uning soyasida yonboshlab hordiq chiqarishdi. Chinor tepasiga qarab yotisharkan, ular o'zaro so'zlashishardi. Qaraya, axir shunday azim daraxt bo'lsa-yu, mevasiz, odamlarga foydasiz-a? Chinor so'z qotdi. Noshukur bandalar-ey, o'zingiz soyamdan foydalanib turibsiz-u, yana meni mevasiz, foydasiz deb kamsitmoqchi bo'lasiz-a? Shunga o'xshash ayrim kishilarga omad chopmagan. Ular yaqinlariga ko'p yaxshiliklar qilishadi-yu, buning evaziga hech bir minnatdorlik ko'rishmaydi. Modomiki gap insonning o'z tabiatiga, borlig'iga, o'zligiga, imkoniyat va qusurlariga real qalay olmasligi, shundan kelib chiqib ham o'ziga, ham boshqalarga muammo tug'dirishi xususida borar ekan, Ezopni mana bu ikki masala yodimizga keladi. Ularning birinchisi toshbaqa va burgut deb nomlangan. Toshbaqaning ko'zi osmonda charx urib uchayotgan burgutga tushdi-yu, o'zini ham uchgisi kelib qoldi. Burgutning yoniga bordi-da, "Meni ham uchishga o'rgat, qancha desang berayin" deya iltimos qildi. Burgut buni bo'ladigan ish emasligini qancha uqtirmasin, toshbaqa o'jarlik bilan qistashini qo'ymadi. Axiri bo'lmagach, burgut uni ko'tarib osmonni falakka olib chiqdi-da, "Ana, ussang usha qol" deya qo'yib yubordi. Toshbaqa qoyaga urilib nobud bo'ldi. Va Ezop shunday ibrat chiqaradi. Shunga o'xshash ayrim kishilar ham oqilona maslahatga quloq tutmay, sendan nimam kam tarzida ish tutishadi-da, oqibat o'zlarini nobud qilishadi. Ezopning shu ma'nodagi keyingi yana bir masala qarg'a bilan oqqush nomlanadi. Qarg'a oqqushni ko'rib, uni oppoq patlarga havas qildi. Muntazam cho'milib tursam, o'zim ham shunday bo'larman degan xayolga bordi-da, o'zi oziqlanib turgan qurbongohlarni tashlab, daryo va ko'llar bo'yida yashay boshladi. Biroq har qancha yuvinmasin, patlari qoraligicha qoldi. Yangi joylarda yemish kamligidan, ochlikdan sillasi qurib o'ldi. Alqissa, inson turmush tarzini qancha o'zgartirmasin, tabiati o'zgarishsiz qolaveradi. Yodingizdami? Donishmand o'zbek xalqining bir maqoli bor. Chumchuq laylaydaqa yurish qilaman deb chatonog'i yirilib ketadi. Yoki xalq shoiri Abdulla aka Oripovda shunday misollar bor edi. Daryodan daryoni talab aylagil, sen undan hech qachon ummonni kutma. Bizni ko'rib, tinglab o'tirgan tomoshabinlarning ayrimlari, "Xo'sh, domla nima demoqchisiz? Bu bilan odamlarni yana boriga shukr qilish, mutlaqo harakat qilmaslik, o'zi va dunyoni o'zgartirish uchun hech ham urinmaslikka da'vat qilyapsizmi?" deb savolga tutishlari, e'tiroz bildirishlari mumkin va bu ham tabiiy va men buni kutaman ham. Yo'q asli, aslo unday emas. Aksincha, biz inson bolalarini mavjud hayotdan qoniqmaslik, muntazam va ortga qaytmay oldinga harakat qilish, o'z taqdirini o'z qo'liga olishga sizdan kam tarafdor targ'ibotchi emasmiz. Aytganimizdek, inson tombora takomil sari rivoj va o'sish tomon muntazam intilmog'i bor. Bir joyda depsinmay, ko'lmakka aylanmay, sharqroq suv kabi o'zgalarga da rohat, farog'at bag'ishlamog'i kerak va hatto shart ham. Faqat niyatimiz bitta. Faqat bunda o'z kuchi va imkoniyatlarini to'g'ri baholay olish, qo'lidan keladigan ish bilan o'ziga yot bo'lgan amallarni farqlamoq kerakligini eslatmoqchimiz xolos. Ayniqsa davlat va jamiyat boshqaruvi, badiiy ijod, madaniyat va san'at, ma'naviyat va mafkura jabhalarida shu ishlarni chinakam iste'dodlari, ustalari bir panada qolib, rus adibi Pushkindan avval ijod qilgan adib Fanvizin aytmoqchi, Nedersil dumbillar ish boshiga kelib qolsa, o'zlariga-ku foyda bo'lar, lekin boshqalarga, elu ulusga faqat va faqat zarar bo'ladi bu ishlar. Qolaversa, tojik xalqi topib aytganidek, zo'ri behuda miyon meshkanadi. Ya'ni behuda chiranish belni chiqaradi. Boyagilarning o'zlarinigina beli chiqsa-ku bir gap. Afsuski, boshqalarning, xalq va jamiyatning ham beli mayishib ketishidan yaratganni o'zi asrasin. Va o'ylaymizki,
agar hamma mana shu azaliy haqiqatga amal qilsa, hayotda ham, oilada ham, jamiyatda ham o'z o'rnini bilsa, juda ko'plab noxush, xunuk, hatto sharmandali holatlarni oldi olinadi. Boshqalarga malol amallardan saqlanamiz. Nazarimda hozir eshitadiganingiz masal ham mavzuning mantiqiy davomi bo'lishi mumkin. Arslon, eshak va tulki birga yashashar edi. Bir kuni ular ovga chiqib, ko'p o'lja ovladilar. Arslon eshakka o'ljani taqsimlashni buyurdi. Eshak o'ljani teng 3 qismga ajratdi-da, arslonga tanlashni taklif qildi. Arslonni qahri kelib, eshakni yeb qo'ydi-da, o'ljani taqsimlashni tulkiga topshirdi. Tulki o'ljani barini bir uyum qildi-da, o'ziga ozginasini ajratib, arslonga tanlashni taklif qildi. Arslon mamnun so'radi: "Bunaqa oqilona taqsimlashni senga kim o'rgatdi?" Javoban tulki dedi: "O'lgan eshak." O'rni kelganda shu narsani alohida ta'kidlab ketishim kerakki, biz foydalanayotgan, sizga taqdim etayotganimiz mumtoz masalchi Ezop asarlarini taniqli o'zbek adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktor professor Dilmurod Qur'onov ona tilimizga mahorat bilan o'girgan. Ochig'i ko'rsatuvni qanday, Ezopni qaysi masala tahlili bilan yakunlashni ancha uzoq o'yladim. Nihoyat ulug' masalchining 426 ta masallari orasidagi eng mo'jaz, biroq mazmun va mohiyati bilan nazarimda juda salmoqlar bitigini eslash va eslatish to'g'ri bo'ladi degan qarorga keldim. Bor yo'g'i birgina gapdan iborat bu masal shunday yangraydi. Pashsha sho'rva solingan kasaga tushib qoldi-yu, cho'kayotib o'ziga o'zi so'zlandi. Nima qilibdi? Yedim, ichdim, cho'mildim. Endi o'lsam-da armonim yo'q. Alqissa taqdirga tan bera olgan odamgina nogoh o'limni yengil qarshi ola biladi. Agar astoydil o'ylab qarasak, haqiqatni, siz bilan meni kutayotgan taqdirni ko'ziga tik qarab boqib xulosa chiqaradigan bo'lsak, siz bilan biz jamiki insonlarning holi o'sha pashshanikiga o'xshaydimi yo'qmi? Agar haqiqatni yuziga tik boqsak, holimiz unikidan da battarroq ekanligini tan olishimiz kerak. Axir bu o'ta murakkab, ziddiyat va ko'ngil xiraliklarga to'la, adolatsizlik va xunrezlik urchib yotgan insoniyat hayoti, turmushi qaysi qaynoq sho'rvadan behroq, afzalroq. Biroq shunday esa-da, biz shu qaynoq, kuydirguvchi, o'rtaguvchi hayotni sevamiz. Hech undan ayrilgimiz kelmaydi. Garchi hozir o'qiydiganim she'riy parcha shoira Zulfiyani ko'proq o'ziga tegishli taqdirning, o'zining shukronasi ifodasi bo'lsa-da, nazarimda har birimiz ham o'zimizga shunday taqdir nasib etishidan umid qilsak, shu niyat tomon intilsak, bemalol bo'ladi. Zulfiya opa aytgan edilar umrini so'ngida: "Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim, izzat nima bildim. Shuda bir yashash sizga, menga, jamiki inson bolalariga mana shu shukronalik nasib etsin. Xayr, omon bo'ling."